Xullas, men bugun bitta meva olib keldim. Ko'rmaganni ko'rgan qursin demanglar. Mana. Ichi qizil chiqadimi, oq chiqadimi bilmayman. Bundan yeganman, lekin ustida mana bu bariklari ko'pi ichi qanaqa chiqadi, kami qanaqa chiqadi bir kun aytishuvdi, lekin shuni esimda qolmabdi. Xohlagan bittasini tanlab oldim. Suyamiz hozir buni. Qani? Men chapaqayman yana. Qo'nda demanglar. Nima chiqadi ichi? Qizilmi? Oqmi? Qizil. Menga qizil chiqadi. Ko'rinmoqda sizlarga qizlar. Qizil chiqadi. Menga qizil chiqadi. Oq. Lekin qizildan ko'ra oq shirin bo'lar ekan. Mana. Ichida nima borda? Shu bir mevada. O'zimizni biza hozir bitta mayizda 40 ta bo'lib yeganlarda biza hozir buni biz bu yoqqa 4 kishimiz 4 ga bo'lamiz. Bu po'sta olinmaydimi? Hozir ish o'rgataman. Xullas, mamlakat qilib yeysan. Yeyur. Ananas yegan. Qani ekan? Anaqasini et. Nima Tamam. Tishlaganda chistay anaqani et. Yaxshi. Mana. Yaxshimi, bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yana yesa bo'ladimi? Shunisini et. Yoki men bundan yeganman. Uncha qiziqayotganim yo'q, lekin bolalarga bir yedirib qo'yay dedim-da. Shundan. Bo'ladi. Qolgan 3 ga bo'laman. Mana ayangga bo'jonga olib berasan. Menga yoqdi. Men ayangga berasan buni. Nima bo'lib qo'yga berasan. Yaraymizmi? Ha. Bo'ldi. Keyingi safar boshqa meva olib kelaman.